sutdan to'yganidan so'ragan aka-ukalarim ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan aytib keldi. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Pachkalardan so'ravdinglarmi? Pachkalar shu yerda. Layklardan bosib tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi aka-ukalarim. Chizza bo'yi bichalik yetib keldi. Ishlarga bitta ahamiyat berasizlar. Ochopatlardan. Boshini ko'tarmaydiganlardan. Assalomu alaykum Samandar obunachilar, sizlarni uzoq kuttirmagan holda yangi partiyalarimiz yetib keldi. Juda ko'p aka-ukalarim mendan sutga to'ygan polvonidan so'rashyapti. Talab va istaklarga binoan sutga to'ygan polvon kachoylardan yetib kelgan. Layklardan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, paddeshga qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Kerak bo'lsa, yangi tug'ilgandan bunaqa narxlarga topa olmaysizlar. Qilayotgan mehnatlarimizga arzimas bitta layklardan bo'lsa, paddeshga qilib tursanglar, narx-navoni bugun sindirib olamiz aka-ukalarim. Bizi videolar shunchaki ko'rmaysizlar, mol olmasanglar ham 200 ming so'm plyut olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyaga kiringlar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. Xo'p, bugungi aka-ukalarim to'rbosh dani o'najilari bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Xo'p, haydanchi Nozimboy aka bo'yini, yoshini hammasini aytib, yildi ishchisini ko'rsatamiz. Qo'llab-quvvatlab paddeshga qilib turaverasizlar. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Mana sutga to'ygan polvondan so'rayotdinglar, haydanchi orqalarini ko'rsataylik bularni. Kachoylardan aytib. Vaqt o'tib olaylik sekin. Hop, mana o'zingizlar sifatlarga baho berib aka-ukalarim, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib qo'yaverasizlar. Pachkalardan aytib kelgan. Kelajakda yaxshi sigir qilib olaman degan aka-ukalarimga podelisa tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Videomiz qancha ko'p prosmotr bo'lib, qancha ko'p layk yig'sa, shuncha kerakli odamga yetib boradi. Biz bu laykdan yo prosmotrdan bir so'm pul ishlamaymiz. Ko'proq obunachilarimizga yetib borsa, shunaqa qidirib yurgan aka-ukalarimga yetib borsa, arzonroq va sifatli narsa olib qolishadi. Sizlarni ham qissanglar tegib qo'ygan bo'ladi aka-ukalarim. Mana. O'zingizlar baho berasan, mana shu ham boshqacha narsa ekan. Mana janolar. Turishlarni qaranglar bilan. Havas qilgan aka-ukalarimni ham bo'lmadi deganda shunaqa o'najilardan 10 tadan 20 tadan qilish nasib qilsin. Layklardan bosib, paddeshga qilib turaverasizlar aka-ukalarim. Hop, bularni yosh oyligiga keladigan bo'lsa, hammasi bir xil 6 oylikdan aka-ukalar. Hop, bo'yiga keladigan bo'lsa, bo'yi 1.15 kelib bo'lsa kerak, Nozimboy aka. Taxminiy metr so'maganmiz. Hop, biz safarga chiqib ketadiganmiz aka-ukalarim, shuni video davomida aytib qo'y. Ukamizning nomerini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bitta olasizlarmi? Bittani ikki bo'lib olasizlar, farqi yo'q. Aloqaga chiqsanglar, eblab beradi. O'zimiz ham bir haftaga qolmay qaytamiz, yana chempionlardan, injiqlardan chiqarishda davom etamiz. Paddeshga qilib turaverasizlar aka-ukalarim. Hop, ko'p cho'zib o'tirmaymiz Nozimboy aka. Bular narxini bitta yondirib yuboramiz, ha. Hop, 4 tasini bitta joyda narx aytaman. Quyug'i, suyug'iga o'zingizlar, masalan, menga bunisi kerak desanglar, plus minusi bo'ladi. Lojim borcha 4 tasini bitta joyga tashlab qo'ysanglar yaxshi. Endi donaga ham sotilaveradi aka-ukalarim. Screenshot qilib tashlab bersanglar, aloqaga chiqsanglar, eblab aliga qilib berishadi. Eblab berishadi. Hop. Yangi tuqqani ham hozirgi kunda 13 million, 14 million bo'lib turibdi. Olib borani boqib shu darajaga yetkazguncha sizlarga ham vaqtdan yutkazasizlar, ham mablag'dan. Sizlarga 20 milliondan yo'q o'tib ketadi, shuncha qilguncha. Boshqa joylarda shunaqalarni 18 million, 20 million, 23 milliondan chiqarib turishdi. Mayli, bozorlarni bersin, bizga hech kimga adovatimiz yo'q. Hammani yo'rig'i bor deydi-yu. Hop, 4 tasini bitta joyda bo'ladigan narx aytaman aka-ukalarim, so'ragani uyaladigan qilib 14 million 800 ming so'mdan ketdi mana. Qayerda beradi 14 million 800 ming so'mdan shunaqa o'najilarni. Layklardan bosib kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi mana. 14 million 800 dan ketdi mana. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. To'qollardan so'rovdinglar, to'qollari ham bor mana. O'zingizlar bitta screenshot qilib
tashlayverasizlar. Ekranda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Qayerda beradi shunaqa pachka qo'najinlarni? Bizdan olib bozorlarda sotishyapti. O'ylab olaveringlar mana. Ularni ham bozorni bersin, akalarim. Bitta aylantirib bering Nozim aka buni. Yaxshilab yana. 7 ishchisini ko'rsatamiz. Bo'ldi, yemay tashlayvering Nozim aka. Men sekin bilan ko'rsatib turaman. Ha, yemoq-ichmoq mana. O'ylab olaveringlar. Samonni ishini. Xo'p, biror kun yana video qilib beramiz. Mana shu yemlarimiz qanaqa usulda tayyorlanadi, qanaqa nimalar qilib beramiz, asartiylarni xudo xolisa yoritib beramiz. 5 qo'shma bo'ladi, samoni bor, hammasi bor, yana bunga alohida bitta video qilib beramiz aka ukalarim. Qani yuringlarchi. Xudo xolisa hammasiniki yedishtisi bomba. Bilan osti qolib ketibdi akajonlarim. Bular osti endi doimgidek bizda chempioni bo'ladi. Chempion. Chizza bo'yi bicharing bular. Yemoq-ichmog'iga behijolat ekan ukalarim. To'rttasini bitta joyga tashlab qo'ysa hoji aka. Nima deysiz? Nozim, nima deysiz? To'rttasini bitta joyga tashlab qo'yib, bir yarim yil sabr qilsa, xudo xolisa bular bo'lmadi deganda 50 million, shu 60 millionlik sigirlar bo'lsin. Bu o'sib ketishda agar 100 millionga ham chiqib ketadi shekilli bo'g'izlarimiz. 1 yil, 1,5 yilda bu ketishdi. Hozir ko'rib turibsizlar, talab kuchli, hech kim buqqa boqmay ham qo'ydi shekilli menimcha. Hamma o'zini o'najin yuryapti. Nimaga? U tushunib qoldi-da. Kim o'zi ham barakasini bersin. Xo'p, videoda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmang. Shunaqa layklardan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, paddeshga qilib tursanglar, bundan-da zo'r videolar chiqarib berishga harakat qilamiz. Xo'p, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Layklardan bosib turaverasizlar aka ukalarim. Nima ham deymiz?